Sure Mü'minun tercümesi 1. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Nihayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Mü'minler hakikaten baxtga erişti. Şundak mü'minler ki ular namazlarida Allah'ın ulug'ligidan sur bisib ketganlikdan ayminib turg'uchilardir. Ular behuda so'z, behuda ishdan yiroq bo'lg'uchilardir. Ular zakat bergichilardir. Ular avratlarini haromdan saqlag'uchilardir. Ya'ni avratlarini faqat xotinlaridan, cho'rinlaridan boshqalardan saqlag'uchilardir. Bular bilan yaqinchilik qiluvchilar malomat qilinmaydi. Buning sirtidan jinsiy talabni qondirishni talab qiluvchilar haddidan oshqichilardir. Ular, ya'ni mu'minlar o'zlariga topshirilgan omonatlarga va bergan ahdiga rioya qiluvchilardir. Ular namozlarini vaqtida ta'dil arkan bilan ado qiluvchilardir. Ayni shular, ya'ni yuqorqi sifatlarga ega mu'minlar nozi ne'matlik jannatning varislaridir. Ular yuqori darajalik jannat Firdavsga varislik qiladi. Firdavsda mangu qoladi. Biz insonni haqiqatan loyning javhiridan yaratdik. Ondan uni bir puxta qarorgoh, ya'ni bachchidanda joylashgan obi mani qildik. Ondan obi manini laxti qonga aylantirdik. Ondan laxti qonni parcha go'shtga aylantirdik. Ondan parcha go'shtni so'ngakka aylantirdik. Ondan so'ngakka go'sht qo'ndirdik. Ondan uni jon kirgizib boshqa maxluqqa aylantirdik. Eng mohir yaratquchi Alloh hikmat ve kudret cihetten ulug'dur. Ondan sizlar çoqum ölüsizlar. Ondan sizlar hakikaten kıyamet günü qabranglardan turg'izilisizlar. Biz hakikaten sizlarning ustinglarda 7 qavat osmonni yaratdik. Biz mahluqatdan g'ofil emasmiz. Biz bulutdan hojatga qarab yomg'ir yog'dirdik. Uni zaminda to'xtatdik. Uni quritib yetishga albatta qodirmiz. Shu yomg'ir bilan sizlarga xorma bog'chilari va uzum bog'chilarini yetishtirib berdik. Sizlar uchun u bog'larda nurg'un mevalar bor. Ulardan yeysizlar. Shu yomg'ir bilan Tur Sinodan chiqadigan zeytun daraxtini o'stirib berdik. Uningdan moy chiqadi. Yegichilar nonlarini shu moy bilan maylaydi. Chorvalarda haqiqatan sizlarga ibrat bor. Ularning qo'sig'idagi narsalar, ya'ni sutlar bilan sizlarni sug'urimiz. Ularda sizlar uchun nurg'un manfaatlar bor. Ularning go'shtini yeysizlar. Ular, ya'ni to'ga va öküzler bilan quruqlikda kiyimi bilan dengizda yuk to'shaysizlar. Biz haqiqatan Nuhni qavmiga payg'ambar qilib avatdik. Nuh aytdi: "Ey qavmim, yolg'iz Allohga ibodat qilinglar. Sizlarga uningdan boshqa hech ma'bud barhaq yo'q. Allohning azobidan qo'rqmamsizlar?" Uning qavmidagi iymonsiz kattalar aytdi: "Bu faqat sizlarga o'xshash bir insondir. U sizlardan ustun bo'lib olmoqchi. Agar Alloh payg'ambar avatishni xohlasa edi, albatta farishtalarni avatadi." Bundaq so'zni burungi ota-bobolarimizdan anglagan emasmiz. U faqat bir majnundir. Sizlar uni bir mezgil kutinglar. Nuh ularning iymon etishidan umidini uzgandan keyin Rabbim
Ular meni yalğanğa çıqarğanlıqları üçün maňa ýardam bergin dedi. Biz Nuhqa bizning köz aldymyzda vahiyimiz boýunça kim ýasagan, bizning buyrugymyz yetip kelgen we tonurdan su itilip çıqqan jagda hayvanlardan erkek dişi bolup bir jupdan ilip algan. Aileňdekilerni ilip algan. Ularning içindeki halak boluşga hüküm kılınganlar bunundan müstesna. Özlerine zulüm kıyganlar toğrısıda maňa söz açmagan. Yani ulağı şefaat kılmagan. Ular çokum tufan balasyda garq kılındı dep vahiy kıldık. Sen bilen bille boğan mu'minler bilen kemigi çıqqan çığında Cemi hamda sana bizni zalim kavmdan qutqizgan Allah xasdır degin. Hamda ey Rabbim meni mübarek menzilge düşürgen. Sen dostlaryňny en ýaxşy orunlaşdyrgyçysan degin. Hakikaten bununda yani Nuh'nun ümmetinin işlerinde akıl egilleri üçün nurgun ibretler var. Biz bendilerini peygamberlerin evetiş bilen elbette sınayımız. Ularni halak kılgandan keyin başka bir kavim payda kıldık. Biz ularga özlerinin içinden bir peygamberni yani Hudni evettik. O it. Allah kılı ibadet kılınlar. Sizlerge onundan başka hiç ma'bud berhak yoktur. Allah'ın azabından korkmam sizler. Onun kavminin kafir boğan ahiret mulaqatını yalğanı çıkargan ve bu dünyada biz taraftan bayaşat turmuşqa egi kılıngan kattaları etti. Bu fakat sizlerge okşaş bir insandır. O sizler yigenini yeydi. Sizler işkenin içidi. Eğer sizler özüňlagy okşaş bir insanga itaat kıysanlar, şübihisiz ki o çağda sizler çokum ziyan tartqıçılar sizler. O sizler ölüp topuğa ve kuruk ustaxanğa aylangandan keyin terlesiler dep agahlandırdı. Dep agahlandıramdı. Sizlerge agahlandırılgan iş tolumu yıraktır. Bizning muşu dünyadaki hayatımızdan başka hayat yoktur. Biz ölümüz ve terilimiz. Yani bir taraftan ölüp turumuz ve bir taraftan tugulup turumuz. Biz qayt terilmeymiz. O fakat Allah namıdan yalğanını toqugan adamdır. Biz onunla işenmeymiz. Hud etti. Rabbim, ular meni yalğanğa çıkarganlıklar üçün maňa ýardam bergin. Allah etti. Ular uzunga kalmay kafir boğanlıklarga nadamet çekdi. Ular haqlyk ravişde qattiq azap bilen halak boldy. Ularni biz löje qılıp etdik. Zalim kavm Allah'ın rahmetinden yirak bolsun. Ularni halak kıygandan keyin başka bir kavimlerini payda kıldık. Her qandaq ümmet halak buluş vakti kelmey turup halak bolmaydı. Halak buluş vaktidan ötüp mi ketmeydi. Ondan bizning peygamberlerimizni arqa evetdik. Her ümmetke onun peygamberi kelgen çağda ular onu inkar kıyganlıqıdan ularni arqa halak kıldık. Ularni kişilerge hikaye kılıp kaldırdık. İman etmeydiğen kavm Allah'ın rahmetinden yirak bolsun. Ondan Musa ve onun kerindişi Harun'ni bizning ayetlerimiz bilen ve roşen pak bilen Fir'aunga ve onun kavminin çoğunlarına hidayet kılıp evettik. Ve onun kavminin çoğunlarına peygamber kılıp evettik. Ula hakavurlu kılıp
iymondan bosh tortdi. Ularmu takabbur qavm edi. Ular bizga o'xshash ikki oddiy insonga iymon etamdiq. Halbuki ularning qavmi bizning qulga o'xshash xizmatchilarimizdir deyishdi. Ular bu ikkisini, ya'ni Musa bilan Harunni inkor qilishdi. Shuning bilan ular halok bo'ldi. Ular, ya'ni Bani Isroilni hidoyat topsin deb biz haqiqatan Musaga kitob, ya'ni Tavratni ato qildik. Biz Maryamning o'g'lini, ya'ni Isoni va uning onasini, ya'ni Maryamni kamoli qudratimizning dalili qildik. Ularni tüp-tüz, eqin suluq bir egiz joyga o'rinlashtirdik. Ey payg'ambarlar, halol narsalarni yenglar, yaxshi amallarni qilinglar. Men haqiqatan sizlarning qilgan amallaringlarni obdan bilaman. Ey payg'ambarlar jamoasi, sizlarning dininglar haqiqatan bir dindir. Men sizlarning Rabbinglardirman. Mening azobimdan qo'rqinglar. Ular, ya'ni ummatlar diniy jihatda nurg'un firqalarga bo'lindi. Har firqa o'z dini bilan xo'shaldir. Ularni o'lganlariga qadar gumrohlikda tark etgan. Ular bizning ularga mol-mulk va avlodlarni berganligimizni o'zlariga tiz yaxshilik qilganlik deb o'ylamdi. Herkes undaq emas. Ular uqmaydi. Hakikaten Rabbining hayvisidan qo'rquvchi kishilar, Rabbining oyatlariga ishonguchi kishilar, Rabbiga shirik keltirmaydigan kishilar, sadaqa beradigan ammo Rabbining dargohiga hisob berish uchun qaytib boradiganligidan dalili dillari qo'rqib turadigan kishilardir. Ayni shular yaxshi ishlarni qilishga oldirg'uchilardir. Yaxshi ishlarni boshqalarning oldida qilishga tirishchilardir. Boshqalarning oldida qilishga tirishchilardir. Biz insonni faqat taqat yetadigan ish qila taklif qilamiz. Bizning dargohimizda haqni so'zlaydigan kitob, ya'ni bandalarning yaxshi yomon ishlarini xotirlangan nomi amal bor. Ularga savobini kamaytirib o'tish yoki azobini oshirib o'tish bilan qilchi zulm qilinmaydi. Ular, ya'ni gunohkor kuffarlarning dillari buningdan, ya'ni Qur'ondan g'aflatlidir. Onundan, ya'ni kufridan boshqa ular kelajakda nurg'un yomon ishlarni qiladi. Ularning baylarini azob bilan jazolagan vaqtimizda nagah ular faryod qiladi. Ularga aytiladi: "Bugun faryod qilmanglar. Haqiqatan sizlar bizning yordamimizga erisholmaysizlar. Mening oyatlarim sizlarga o'qib beriladi. Onu anlaştın yüz örüp haqqanlarga chekinib olatdinglar." Ular haram ahli bo'lganligi bilan faxrlanib iymondan yüz öriydi. Kechlik paranglarida yomon so'zlarni qiladi. Ya'ni Qur'onga ta'yin qiladi. Payg'ambar alayhisalomni so'kidi. Ular haq kalom, ya'ni ulug' Qur'on ustida cho'nqur fikr qilmadimi? Yoki ularga Alloh tarafidan ota-bobolariga kelmagan yangi narsa keldimi? Yoki ular o'zlariga kelgan elchini tanimay uni inkor qilyapti? Yoki ular uni majnun deyishamdi? Hargiz undaq emas. Ularga u haqiqatni ilib keldi. Ularning to'lisi haqiqatni yomon ko'rdi. Agar haqiqat, ya'ni Qur'on ularning nafs xohishlariga bo'ysunadigan bo'lsa, albatta osmonlar, zamin va ulardagi mahluqotlar xarob bo'lgan bo'ladi. Undaq bo'lg'ini yo'q. Ularga vaz nasihatni o'z ichiga olgan Qur'onni ato qildik. Ular
o'zlariga vaz nasihat bo'lgan Qur'ondan yuz o'riydi. Yoki sen ulardan elchilikni yetkizganligingga haq talab qilamsan, ya'ni ular shundoq gumon qilamdi. Rabbingning sana bergan ajri yaxshidir. Allah rizq berguchilarning yaxshisidir. Sen albatta ularni to'g'ri yo'lga da'vat qilsan. Oxiratga ishonmaydiganlar haqiqatan to'g'ri yo'ldan chetnigichilardir. Agar ular, ya'ni mushriklarga rahim qilsak, ularga kelgan kulfatni ko'tarib etsak, cho'qim gumrohliklarida davomli tangirqab yurishadi. Ularni biz haqiqatan azob, ya'ni qahatchilik bilan jazoladik. Ular Rabbiga bo'ysunmadi. İltijo qilib duomi qilmadi. Toki ularga qattiq azobning darvozasini ochgan chig'imizda nagahan ular umidsizlanib ketadi. Allah sizlar uchun quloqlarni, ko'zlarni va dillarni yaratdi. Sizlar nihoyat oz shukr qilsizlar. Allah sizlarni ziminda nesillendirish yo'li bilan yaratdi. Hisob berish uchun uning dargohiga yig'ilasizlar. Allah o'likni terildirdi. Terikning jinini oldi. Kecha kunduzning o'zgarib turishi Allohning boshqarishidir. Tushunmamsizlar? Ular Allohning qudratini o'ylab ko'rmadi. Balki ular burunqilar nima degan bo'lsa shuni dedi. Ular aytdi: biz o'lib to'piga va uvilib ketgan so'ngakka aylangandan keyin cho'qim qayta terilamdik. Haqiqatan biz va bizning ota-bobolarimiz ilgari mushundaq ogohlantirilgan edik. Bu faqat qadimkilardan qolgan afsonalardir. Aytqinki, zamin va uningdagi mahluqotlar kimning? Agar sizlar bilsanglar, menga buni aytib beringlar. Ular Allohning deydi. Buningdan panda nasihat olmamsizlar? Aytqinki, 7 osmonning va ulug' arshining Rabbi kim? Ular Alloh deydi. Aytqinki, uning azobidan qo'rqmamsizlar? Aytqinki, hamma shayning podshohligi kimning qo'lida? İltijo qilganlarga panoh bo'la oladigan va uningga qarshi hech narsa panoh bo'la olmaydigan kim? Agar sizlar bilsanglar, menga buni aytib beringlar. Ular Alloh deydi. Aytqinki, sizlar qandoqmi qaymoq turilsizlar? Undaq emas. Ularga biz haq so'zni elib keldik. Ular cho'qim yolg'onchilardir. Allohning balasi yo'q. Uningga barobar boshqa bir ilohmi yo'q. Agar bundaq bo'lsa edi, u chaqda har iloh o'z yaratgan maxluqni yolg'iz egallaydi. Ba'zidan g'olib keladi. Allah ularning ilohga nisbat bergan narsalardan pokdir. Allah g'aybni va oshkorni bilguchidir. Mushriklarning shirik keltirgan narsalardan ustundir. Aytqinki, Rabbim, agar menga ularga va'da qilgan azobni dunyoda ko'rsatadigan bo'lsang, aytqinki, Rabbim meni zolim qavmlar ichida qilmagin. Biz ularga va'da qilgan azobni sana ko'rsatishga albatta qodirmiz. Ularning qilgan yomonligiga afu qilish bilan yaxshilik qilgin. Ularning seni sifatlashlarini, ya'ni ularning sana qilgan masxirasini biz obdan bilamiz. Aytqinki, Rabbim, sana sig'inib shaytonlarning vasvasalaridan panoh tilayman. Rabbim, sana sig'inib shaytonlarning menga hamroh bo'lishidan panoh tilayman. Ularning, ya'ni kofirlarning biriga o'lim kelsa, aytadiki, Rabbim, meni dunyoga qaytargin. Men qo'yib kelgan mol-mulkim bilan yaxshilik qilishim mumkin. Uning dunyoga qaytishi mumkin emas.
u cho'qim shu so'zni qilg'uchidir. Ular qabrlaridan turg'izilgan kunga qadar ularning oldida ularni dunyoga qaytishdan to'sadigan bir to'sma bo'ldi. Sur chilingan kunda ularning orasidagi tuqqanchilik mavjud bo'lmay qoldi. Bir-birining ahvolini so'rashmaydi. Tarozi ig'ir kelganlar, ya'ni yaxshiliklari, yomonliklarini besib ketganlar baxtga erishkichilardir. Tarozi yenik kelganlar, ya'ni yomonliklari, yaxshiliklarini besib ketganlar ziyon tortqichilardir. Jahannamda mangu qolg'uchilardir. Ularning yuzlarini o't ko'ydirdi. Kalpiklari qo'rilib, tishlari ejilib, badchiroy bo'lib qoldi. Ularga sizlarga dunyoda mening oyatlarim o'qib berilgan, sizlar uni shuncha ro'shan turuqliq inkor qilgan emasmidinglar deyildi. Ular aytdi: Rabbimiz badbaxtligimiz ustimizdan g'olib kelib gumroh qavm bo'lib qolgan edik. Rabbimiz bizni davzaqdan chiqargin, ondan dunyoga qaytirgin. Agar biz shuningdan keyin yana gunoh qilsak, biz haqiqatan zolim bo'lib qolamiz. Allah aytdi: Jahannamda xor holda qilinglar. Ustinglardan azobning ko'tarilib ketishi haqida menga so'z ochmanglar. Shubhisizki bandalarimdan bir turkum kishilar: Rabbimiz, biz iymon etdik, bizga mag'firat qilgin, bizga rahim qilgin. Sen bo'lsang eng rahim qilguvchisan dedi. Ularni masxir qildinglar. Hatto ular sizlarga mening zikrimni unutildirdi. Ya'ni ularni masxir qilish bilan bo'lib ketib, menga itoat qilishni unutdinglar. Sizlar ulardan kulatdinglar. Sizlardan yetgan aziyatlarga sabr qilganliklari uchun men ularni bugun mukofotladim. Ular haqiqatan maqsadga erishkichilardir. Allah ularga ziminda qanchalik turdinglar deydi. Ular bir kun yoki bir kundami oz turdik? Ay kunlarni hisoblag'uchi farishtadan so'rag'in deydi. Ular davzaqda chekib o'tgan azob tufaylidan ziminda qanchalik turganligini unutdi. Allah agar sizlar bilsanglar dunyoda faqat ozg'ini turdinglar deydi. Ey insonlar, bizni sizlar o'zinglarni bekor yaratdi, ya'ni sizlar bizni hayvonotlarni yaratganimizdek hech qanday savobni bermaydigan, jazoni bermaydigan qilib yaratdi. O'zinglarni bizning dargohimizga qaytarilmaydi deb o'ylamsizlar? Haq podshoh Allah ustundur. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Allah ulug' arshning Rabbidir. Kimiki hech qanday dalil bo'lmagan holda Allohga qo'shib yana bir ma'budga ibodat qiladi ekan, Rabbining dargohida hisob beradi. Kofirlar haqiqatan nijot topmaydi. Rabbim mag'firat qilgin, rahim qilgin. Sen rahim qilguvchilarning yaxshisisan degin.